Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun men nihoyat Wordda ikkinchi darslikni olishga qaror qildim. Xo'p, Wordga kirib olamiz. Bugun men qanday qilib mana shu matnlarni tanlashni har xil usullarini o'rgatmoqchiman. Sichqoncha bilan ham va klaviatura bilan ham. Bu yoqda glavniyadagi bu taraflarini keyin davom ettiramiz. Hozir ekranga bir matn chiqarib olishimiz kerak. Ma'nosi bo'lishi shart emas. Shunchaki ekranimizni to'ldirib tursa, mana bu sahifani to'ldirib tursa, o'shani har xil usul bilan tanlab ko'rgan. Demak, buning uchun teng qo'yamiz. Agar ko'rinmayotgan bo'lsa, mana yaqinlashtiraman. Teng. O'zgina kattalashtirsam bo'ladi. Teng. Lorem deb yozamiz degan. Qavs ochamiz. 5,5 qilib qo'yib turib, yana bitta qavs yopsak bo'ldi. 5 ta paragraf, ichida 5 tadan gapi bo'ladi. O'shanaqa matn chiqarib beradi bizga. Xuddi shu holatida mana bu kursor mana shu oxirida turish kerak, bu yoqda turish kerak emas yoki bu yoqda turish kerak emas, oxirida turish kerak. Mana shu yerda turgan paytda enterni bitta bossak, mana ko'pgina bizga matn chiqadi. Xo'p, tanlashda har xil usulni o'rganib olsak bizga yaxshi. Biz bu yoqda mana bu shrift bilan ishlayotgan payt shriftni o'zgartirmoqchi bo'lsak ham yokida shriftni razmerini o'zgartirmoqchi bo'lsak ham, o'sha razmeri nima bo'ladi endi o'zbekchasiga? O'lchami bilmayman. Razmeri. Xo'p. Hayronman nimaga bilmayman. Hajmi bo'ladimi desam, okey, kelinglar bunga to'xtalmaylik. Qisqasi shu katta kichikligini o'zgartirmoqchi bo'lsam, men tanlab olishim kerak ko'pincha. Xo'p, birinchi demak, oddiy usuli kelinglar. Birinchi faqat sichqonchaligini aytib beraman. Undan keyin faqat klaviaturani ko'ramiz. Xo'p. Birinchisi mana oddiy. Shuni ustiga olib boramiz. Sichqonchani demak chap tarafini bosib, keyin shunday yurgizsa, o'sha tanlaveradi yurgan joyini mana. Tanlaveradi. Shunchaki sichqonchani o'sha demak chap tarafini bosib, keyin qo'yib yubormasdan bunday yurgizish kerak. Undan keyin xohlasa mana semiz qilib qo'ysak bo'ladi. Yokida qiyshaytirsak bo'ladi, shunaqa. Orqaga qaytarib qo'yaman. Xo'p, ikkinchi yo'li bu, misol uchun bitta so'zni tanlamoqchi bo'lsak, o'sha so'zni ustiga 2 marta bosib qo'yish. O'sha chap tarafini 2 marta shunchaki bosib qo'yasiz. Bu bittadan so'z tanlamoqchi bo'lgan payt kerak bo'ladi. Xo'p, endi misol uchun bunday yurgizganda mana qarang mana. Bu qanday tushuntirsam bo'ladi? Mana bunaqa yarimta so'z tanlaveradi-da. Lekin siz har doim butun so'z tanlashni xohlasangiz, mana shunaqa yarimta bo'lib qolmasdan, har doim tanlaganingizda butun bo'lishini xohlasangiz, shunaqa emas, har doim butun bo'lishini xohlasangiz, 2 marta bosib, ikkinchisini tepaga ko'tarilmasdan oldin bitta bosasiz, ikkinchisini bosasiz, qo'yib yubormaysiz. Qo'yib yubormasdan yurgizsangiz, har doim butun so'z tanlaydi. Yarimiga olib kelib qo'ya olmaysiz buni. Mana uzun so'zni ham mana yarimiga olib kelib qo'yib bo'lmaydi. Agar shunchaki bitta bosib yurgizadigan bo'lsangiz, yarimiga olib kelib tanlasa bo'ladi mana. Lekin siz 2 marta bosib, mana 1, 2. Ikkinchi bosganingizdan keyin qo'yib yubormasdan shuni yurgizsangiz mana. Butun so'z tanlaydi. Bu bir martada o'xshamasligi mumkin. O'sha ikkinchi marta bosganingizda qo'yib yubormasligingiz kerak. Bitta bosdim, ikkinchi marta bosdim, qo'yib yubormadim. Shu ikkinchi marta bosganim qolib ketish kerak. Shunda keyin bu narsa o'xshaydi mana. Mana shunaqa qilib ham tanlasangiz bo'ladi matnda. Xo'p, keyingisi bu 3 marta bosish. 3 marta bossangiz bitta paragraf tanlanadi.
Buni ham bir martada o'xshash qiyin, lekin 3 marta ketma-ket bosishingiz kerak. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 2 marta bossangiz demak bitta so'z tanlaydi. 3 marta bossangiz paragraf tanlaydi. Buni ham 3 marta bosib, uchinchisini qo'yib yubormasdan yurgizsangiz, mishkani pastga tushirganingizda paragraf yuradi. Mana sal kichraytirib ko'rsataman. Misol uchun 1 2 3 qo'yib yubormayman, yurgizaman men. Paragraf tanlaydi. Buni ham qilish sal endi birinchi marta qilayotgan odamga qiyinlik qiladi, lekin 3-chi marta bosganingizda bosmasdan qo'yib yubormasdan shuni yurgizasiz. Mana 2 marta 3-chi marta bosganligimda hech qanaqa belgi bo'lmaydi. Paragraf tanlaganingizda shuni qimillatgan paytingiz bilinadi. Mana hozir ko'rsatib beraman. 1 2 3 mana hech qanaqa belgi yo'q hozir. Paragraf tanlangani haqida, lekin bitta yurgizsa mana paragraf tanlandi. Mana 2 marta bosganda ham shunaqa bo'ladi mana. 1 2 qildim, hech qanaqa belgi yo'q, lekin bunda yurgizaman. Mana 2 marta tanlanganim o'sha aniq bo'lyapti. 3 martada ham xuddi shunaqa 1 2 3 yurgizaman, keyin bilinadi tanlagan. Xo'p, endi bular bo'ldi. Qatorma-qator tanlash bor. Buning uchun men mishkani sal yaqinlashtirib ko'rsataman. Bu mishka o'zi odatda mana bu yerda ko'rsatsam, qisqasi mishka bu tarafga o'tgan payti qarang mana. Mana listning bu yog'iga o'tgan paytda mana o'zgarib qolyapti. Odatda bunaqa turmaydi. Shunaqa bo'lib qolgan paytda mishka bu tarafga o'tgan payt shunaqa bo'lib qolgan payt bitta bossangiz bitta qator tanlaydi. Bitta bossangiz bitta qator tanlaydi. Shuni xuddi oldingilariga o'xshab, shuni ushlab tortadigan bo'lsangiz, mana qator tanlab ketadi. Uzoqlashtiraman endi mana. Ushadim, qator tanlab ketadi. Mana shunaqa. Xo'p, menimcha sichqoncha bilan qilish mumkin bo'lgan tanlash amaliyotlari shular. Men bilganlarim balki shular. Siz boshqalarni bilsangiz yozib yuboring. Xo'p, endi klaviatura bilan qanaqa nima ishlar qilsa bo'ladi? Klaviaturada hop, ekrandan klaviatura bizda bormi ekan? Bor ekan mana. Hop. Xo'p, birinchisi bu endi bu yerdan ko'rsatsam yaxshi bo'ladi deb o'yladim hozir. Xuddi mishkaga o'xshab bitta tanlamoqchi bo'lsangiz, shiftni bosib olasiz, qo'yib yubormaysiz, shiftni bosib turishingiz kerak. Keyin mana o'ngga, chapga bor mana. O'ngga qilsangiz mana tanlab ketaveradi. No, bunda nima ketib qoldi? Shiftni bosib olib o'ngga shiftni bosib turish kerak. Bunda ekrandan klaviaturada bitta bosgandan keyin ish ketib qolar ekan. Yoki men ishlatmaganim uchun bilmayman qanaqa qilib bosib turishdi. Shuning uchun o'zimni klaviaturamda ko'rsataman. O'zimni klaviaturamda shiftni bosib turamandan keyin qo'yib yuboraymandan keyin o'ngga qilaman. Yoki mana bu yerdan ham qilsam bo'lar ekan. O'ngga qilsam tanlab ketaveradi. Yoki men bu yerda turgan bo'lsam, bu tarafdagi yozuvni tanlamoqchi bo'lsam, shiftni bosib olamandan keyin qo'yib yubormayman. Mana chapga qilib ketaversam, bitta belgi tanlab ketaveradi. Xo'p, endi agarda shiftni bosib pastga qiladigan bo'lsa, mana qator tanlaydi. Bu yerda men kursor bu yerda turgani uchun butun qatorni tanlab ketyapti, lekin bu yerda turgan paytda mana shu yerdan boshlab tanlardi mana. Ko'rdingizmi? Mana shu kursor oxiri qayerga kelayotgan bo'lsa, o'sha yergacha tanlayapti. Hop. Tezlik qildim. Mijoz kompyuterim qaytayotganga o'xshayapti. Hop. Buni to'g'rilab olaman. Hozir bitta pauza qilib turay videoni. Buni to'g'rilab oldim. Bilmadim nimaga qatib qoldi. Xo'p, demak shunaqa. Demak shiftni bosib olasiz. Bosib o'ngga, chapga qilsangiz bu qator bitta belgi tanlaydi. Tepaga, pastga qilsangiz qator yuradi. Bu menimcha juda ham oddiy, tushunarli. O'zingiz bir qilib ko'rsam bo'laveradi menimcha.
Hop endi xuddi bundan oldin sichqonchada o'rgandik-ku haligi ikki marta bosib olib, ikki marta bossangiz bitta so'zni tanlaydi-da, ikki marta bosib yurgizsa so'z tanlab ketadi dedim. Xuddi shu ishni qilish uchun endi bizga Ctrl Shift bilan qilishimiz kerak. Mana Ctrlni bosib, Shiftni bosib, o'ngga qilsangiz mana bitta so'z tanlaydi. Endi bunda aytganimdek o'chib qolyapti. Shuning uchun men Ctrlni bosaman birinchi, qo'yib yubormayman. Keyin Shiftni bosaman, yana qo'yib yubormayman, ikkalasini ushlab turibman. Endi o'ngga qilsam mana bitta so'z ketadi. Ctrl Shiftni bosib pastga qilsam mana bitta paragraf yuradi bu yerda. Bizga yaxshiroq ko'rinishi uchun hop biz ekranni klaviatura bilan muammo bo'lyapti. Pastga qilib turaylik. Mana bu yerda yaxshiroq ko'rinish uchun so'lchi tepasidan boshlaydigan bo'lsam, Ctrl Shift pastga qilsam bitta paragraf, yana bitta pastga qilsam yana bitta paragraf, yana bitta pastga qilsam yana bitta paragraf tanlaydi. Lekin mana kursorning boshlang'ich joyi muhim. Bu har doim paragraf tanlamaydi. Misol uchun o'rta ro'da turgan bo'lsa, mana shu yerdan boshlab tanlaydi mana. Mana shu kursor turgan joydan paragrafdan oxirigacha tanlaydi. Yana bitta yursam, lekin keyingisida demak bitta paragraf tanlab ketadi. Boshlang'ich nuqtasidan bo'lsa, paragrafni oxirigacha olib borib qo'yadi mana. Menimcha tushunarli-da. Tepaga ham xuddi shunaqa. Tepaga ham misol uchun pastidan boshlab qilsangiz butun paragraf tanlaydi. Agar o'rta ro'dan qiladigan bo'lsangiz, o'sha joydan paragrafning boshlanishigacha olib boradi, tepaga keyingisi butun paragrafni tanlab ketaveradi. Demak bu Ctrl Shift o'ngga chapga tepaga pastga. Mana shunaqa. Hop. Demak, Shift bilan o'ngga chapga qilsangiz bittadan belgi tanlaydi. Shift bilan tepaga pastga qilsangiz bittadan qator tanlaydi. Ctrl Shiftni qo'shib olsangiz paragraf. Ctrl Shift bilan o'ngga chapga qilsangiz so'z. Va har doim mana bu turgan joydan boshlab, har doim paragraf tanlaganda ham o'sha turgan joydan boshlab paragraf oxirigacha, so'z tanlaganda ham xuddi shunaqa. Endi so'z har doim misol uchun mana maytdan tanlasangiz, so'zni yarmidan tanlasangiz, mana keyingilari bu butun so'z bo'ladi. Lekin boshidagisi o'sha kursor qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerdan boshlab o'tadi. Xo'p. Endi klaviaturada hammasini tanlashning ilojisi bor. Buni men sichqonchada qilishni bilmayman. Buning uchun Ctrl bilan A ni bosasiz. Mana bu yerda ko'rsatsam bo'ladi. Ctrl keyin A ni bitta bossangiz hammasini tanlaydi. Bu yerda tanlab qo'yishim kerak. Kursor ichkarida bo'lishi kerak har doim. Ctrl mana A hammasini tanlab qo'yadi. Ctrl A hammasini tanlab qo'yadi. Ctrl A hammasini tanlab qo'yadi. Ctrl A hammasini tanlab qo'yadi. Xo'p. Va undan keyin bizda mana bu yerda Home End degan klaviaturalar bor. Bularni ham bu Home bilan End to'liq klaviaturalarda bo'ladi. Kichikroq klaviaturalarda ba'zida bo'lmasligi mumkin. Misol uchun meni 75% lik klaviaturamda faqat End bor ekan, Home yo'q ekan. Shuning uchun bu yoqdan ko'rsatib qo'yaman nima qilishini. Hop, kellar ozgina yaqinlashtira olamiz. Yaxshiroq ko'rinishligi uchun. Misol uchun mana bu o'rtada turgan bo'lsa kursor, mana bu o'chib yonayotgan narsani kursor deyman. To'g'risi, to'g'ri aytamanmi, yo'qmi bilmayman. Hali birov buni nomi boshqacha deb meni so'kmadi. Lekin mana xato aytayotgan bo'lsam, mana shu o'chib yonayotgan narsani kursor deyapman. Qisqasi, Home ni bossanglar mana shu boshiga borib qoladi. End bossanglar qatorda oxiriga borib qoladi. Bu qatoriga bog'liq. Home ni bossanglar qator boshiga boradi. End bossanglar qator oxiriga boradi. Endi buni ham Ctrl bilan ishlatsanglar bo'ladi. Ctrl ni bosib, Home ni bosadigan bo'lsanglar, ketib qoldi. Ctrl ni bosib, Home ni bossanglar, o'sha hujjatni boshiga borib qo'yadi. Mana misol uchun men hujjatni oxiriga olib borib qo'ysam-da, keyin mana bu tarafda ham Ctrl bor. Ctrl bilan Home ni bossam, hujjatni boshiga borib qo'yadi. Endi Ctrl bilan End ni bossam qayoqqa borib qo'yadi? Agar hujjatni oxiriga degan bo'lsangiz to'g'ri, mana Ctrl bilan End hujjatni oxiriga borib qo'yadi. Xo'p. Mavzuyimizga aloqador bo'lmasa ham, PageUp bilan PageDown nima qilishni aytib qo'yay. PageUp tepaga ko'taradi. Kursordan chiqib ketib qolyapti. PageUp tepaga ko'taradi. PageDown pastga tushiradi mana scrollni.
hamma narsani pejdan pastga tushiradi, pej ham tepaga ko'taradi. Shunday tepaga. Endi qiziq bo'lishi mumkin. Xo'p, mana shu home end va control home va control end ga bitta shiftni qo'shib qo'ysak, bu demak o'sha tanlaveradi. Mana misol uchun mana shu yerdan boshlab bu boshigacha olib bormoqchi bo'lsak, shiftni bosamiz, keyin home'ni bitta bossak, mana tanlab qo'yadi. Shift qo'shilib qolsa, o'sha tanlab qo'yaveradi. Yoki bu yerda turib shiftni bosib, endni bitta bosib qo'ysak, mana oxirigacha tanlab qo'yadi. Yoki bu yerda turib mana shu yerdan hujjatni oxirigacha tanlamoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Control Shift End ana tanlab qo'yadi hujjatni oxirigacha. Yoki bu yerda turib hujjatni boshigacha tanlamoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Control Shift hujjatni boshiga nima borardi? Home borardi. Ting. Ana shu bilan bo'ldi. Demak, mana shu hujjatda, demak Wordda matnda tanlashda har xil usullari. Bu ko'rsatgan usullar ham ko'p joyda ishlaydi. Mana bu home endlar ham ishlaydi ko'p joyda. Mana shift bu qisqasi ko'p joyda ishlaydi. Faqat men qayerda ishlashlarini aniq sizlarga aytaman. Ishlatib ko'ringlar, ko'p ishlaydi. Misol uchun oddiy mana bunaqa qilib tanlash hamma joyda ishlaydi. Yoki 2 marta bosib bunday yurishlik, bu ham ishlaydigan narsa. Ya'ni bu 3 martalar faqat Wordda ishlaydimi yokida bu keng hamma joyda ishlaydimi, buni aniq bilmayman. Lekin sinab ko'ringlar. Ishlab qolsa ishlar ekan, bo'lmasa bir 3 marta mishkada mana qilib bosib ish narsa o'tkazmaysizlar. Menimcha. Xo'p, menimcha shu ikkinchi darsga yaxshi narsalar o'rgandinglar degan umiddaman. Hammalarga omad, salomat bo'linglar, rahmat.